endi qilasizmi? Buni erta bahorda qilish kerak. Bu meva sovib o'tiribdi. Endi chiriydi bu. Qilyapman-ku, xotincha shuni. Avvalroq qilish kerak edi, ya? Yerdan qolgan tuyaga o'xshab sudrarli yurasiz, keyingi oyog'i bo'lib. Mana ushlab turingda. Voy, qo'shni, mashina oldingizmi? Ha, yangi. Sizlarga ham nasib qilsin. Voy, muborak bo'lsin, qulli bo'lsin, tagida shamollab o'tib tursin. Kiringlar. Dadasi. Baq qaravering. Boshlandi. Gele mashina kimi. Jentira olib kelishdi, xotinamsiz jentira. Hali men borku 11 yasharligimda Jiguli haydagan vaqtimda birorta qishloqda mashina yo'q edi. Ha, siz zo'r bo'lgansiz. Siz zo'r malades bo'lgansiz. Siz Schwarzenegger bo'lgansiz. Hozir bo'shanga bir lapashang latta bo'lib yuribsiz. Siz ham mining o'sha jentiraysiz. 12 yoshingizda menga mashinangiz, maqtaysiz menga? Go'salaga o'xshab sudralib yurasiz. Tovushingiz ham yo'q sizda hozir. Olaman. Qachon olasiz? Mashxonadagi kelin bo'ppanki bir villigingiz ham bo'lmagan shu paytgacha. Odam sharmanda qilasiz. Er deb bir ko'kragimni kerib, maqtanib, mana men erim deya olmayman hech qachon bir. Yana mashina olib keldik-ku bular-ey. Nima sen xotin ko'rib qolmasin buni. Ha, dadasimi? Hamsi har doim bo'lish hayot tinchamasga baqir-chaqir urush janjal bo'lyapti uyda. Voy, rahmat, tabriklayman bo'lyapti-ku. Sinibdi xotin. Rostami? Ha. Jentirasini sotibdi. Mali. Nima bo'pti? Mali. Singan odam Malibu olgan bo'lsa, siz ham tezroq qilasining. Voy, qachon sinasiz? Men siz sinishingizni kutib, o'lib ketmaymanmi ish qilib. Men ko'rib kelay. Xotin! Ansiya! Chiqsin. Mashina qanday bo'larim chiqmaymi? Xotin! Yering bilan g'ururlan. Xotin! Yering nanakay sindi. Sinish bunaqa bo'ladi. Mana. Erim mashina oldi. Nega hech kim yo'q ko'chada? Qara, bu sayohatga olib boraman sen. Samarqandmi, Buxoromi, Luboy joyga borib bundan seni olib boraman. O'ylavi. Dadasi men shu yerda o'tirib ketamanmi? Yine dadam o'tiradi-da. Mana yerda o'tiramanmi? Ya bir de ayam o'tiradi-da. Bu yerda o'tiramanmi? Bir de akam katta akam o'tiradi-da. Orqa o'tib yotma haligi nivellar o'tiradi. Ha, men qayerda o'tiraman bo'lmasa? Sen uyda o'tirasan, xotin? Hazillashmang. Buncha katta mashinani qanchaga oldingiz? Shu sizlar sayohatga olib boray deb avtoprokatdan bir kunga oldim. Nima? Yana zambikini qilyapti-ku bu.